Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilari, qadrli obunachilar. Bugungi videoroligimiz Andijon viloyati Sharxon tumanida joylashgan o'zimizning fermamizdan olib boryapmiz. Bugungi syomkamiz ko'pchilikni qiynayotgan, mollarning ishtahasi bo'lmayapti deb ko'pchilik kommentariyada yozyapti. Ularga nimalar sabab bo'ladi? Hozir sabablarini ham ko'rsatib beramiz iloji boricha. Albatta videoni boshlashdan oldin like tugmasi bosish esdan chiqmasin. Albatta like tekin bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, videolarimiz ham kamayib ketyapti. Vaqtlar bo'lmasdan ishlar ko'payib ketdi fermamizda. Shuning uchun videolar ancha kamayib ketdi. Bugun video qilishga qaror qildik. Bugungi sanamiz 6 fevral, hafta kuniga juma. Juma ayyomlar muborak bo'lsin hammalaringizga. Hurmatli obunachilar, birinchi hozir ko'pchilik yozayotgan ishtahasiga nimalar qilish kerak, ishtahasi qanaqa mollaringizni deb ko'pchilik yozyapti. Akalar, mana hozir bu yerda somonga silyoz aralashtirib berish kerak birinchi navbatda. Mana hozir solingan silyoz bularga. Ko'ryapsizlar, qonnilari zo'r to'ygan. Oxirida hech narsa qolmadi. Ko'pchilikda oxirida o't oshib qolyapti deb ko'pchilik aytayapti. Uni oshib qolayotgan sababi somonga aralashtirib bermayapti. Bitta baza qo'shimchasini qo'shyapmiz yemlarga. Uni ham hozir ko'rsatib beramiz. Ko'pchilik biladi, lekin o'shani sinab ko'ringlar, sizlarga tavsiya qilamiz. Bitta baza qo'shsanglar, mollarning ishtahasini bir 90% ochadi. 100% desa ham bo'ladi, chunki mana mana bu yerda somonga silyoz aralashtirib qo'yilgan. Hozir u narigi tomonda Dabar tog'amiz beryapti silyozni, mana ko'ryapsizlar akalar. Hurmatli obunachilar, birinchi navbatda mana shunaqangi holatda mana ko'ryapsizlar. Yeyishini ko'ringlar, yeyishini. Somonga silyoz aralashtirilgan mana. Taxminan aralashtiramiz. Ko'pchilik nech kilo deb savol beryapti. Hozir o'tga ham boramiz, aralashtirilayotgan joyga ham. Uni taxminan aralashtiriladi, mana shu holatda bo'ladi hozir. Ko'rsatib beramiz. Ko'rinayotgan bo'lsa mana ozgina aralashtirish kerak silyoz somonni. Ja ko'pi ham bo'lmaydi. Shunaqangi holatda mana. Bu molimiz 700 kilo atrofidagi buqamiz, ko'ryapsizlar. O'sha ham ishtaha bilan yeyapti. Mana bu yerda bu tomonda o't solinyapti. U joyga hozir bormaymizda, aralashtirilayotgan joyga boramiz. Aralashtiradigan joyimizga. Mana. Bu yeb bo'pti mana. Qonnini ko'ringlar endi. Qonnilari chiqyapti. Haligi ko'pchilik aytishi mumkin, o'tni oz berib qo'yapsiz deb. Lekin mana ko'ryapsizlar qonnini. Shu 700 kilolik buqamiz. Qonni to'yib, mana silyozda normada solinadi. O'ta ko'p solsangiz ham bo'lmaydi. Chunki yemga joy qolish kerak. Hozir hurmatli obunachilar, bu yerga borguncha hozir vita bazamizni ko'rsatib beramiz. Vita bazani qanday qo'shishni ham sizlarga ma'lumot o'rnida ko'rsatib beramiz. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa buqalarimiz ishtahalari zo'r, o'zgarishiga ham baho beringlar. Tez kunda to'liq videolarni qo'yamiz, mollarni hammasini birma-bir necha oy bo'lgan, qaysi biriga necha oy bo'lgan, hammasini videosini qilib beramiz. Albatta obuna bo'lmasdan ko'rayotganlar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Mana bu yerda yemimiz, granulamiz, ko'ryapsizlar. Shunaqangi holatda granulamiz. Granulaga mana bitta aravamizga solib kelganmiz, ikkinchi aravamizga bo'lamiz. Hozirgi kunda suvni isitib beryapmiz. Suvni isitib ustiga quyib beryapmiz buni. Mana bu yerda tepasiga sepilgan, ko'ryapsizlar. Buni ichida ham bor. Mana bizga asosiy ishtahasini ochadigan vita baza bo'ladi. Yangi ko'rinishda, xudo xolasa, ko'rinishini ham ajoyib bir
chiroyli bo'lib ketibdi. Mana. Lekin ichidagisi bir xil. Har doimgidek. Yarim kilolik bo'ladi. Bu yerda 5 kilolik, bitta paqada 5 kilo bo'ladi. Puli hamma joyda har xil bo'ladi. Chunki biz hozir lekin chiqarayotgan joyga borib olganmiz. Shuning uchun bir paqalini 180 mingdan berganmizga. Shunaqangi holatda mana. Endi buni qo'shish qanaqa bo'ladi? Buni qo'shishi mana shu bitta pachkadagi 250 kilo yemga yetadi. Biz buni 2 martaga yetkazamiz. Bir kunda 250 kilo yem yeydi mollarimiz. 50 tacha buqamiz bor. O'sha mollar shundan bir pachka ketadi bir kunda. Shundan qo'shib beringlar, hurmatli obunachilar. Keyin kommentariyaga yozasizlar buni bergandan keyin. Albatta effekti bor. Bor narsani sizlarga tavsiya qilamiz. Buni vitabazani topish uchun nomerlarni ham pastga qo'yib qo'yamiz. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, bo'yicha butun O'zbekiston bo'yicha vitaptekalarda bo'lishi kerak. Bo'lmasa shu pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, tochkalarini aytadi. O'zingizga yaqin joydan olib kelib qo'ysanglar, albatta maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu vitabazani qo'shib bersanglar 90%, 100% ishtahasini ochadi. 100 kilo yemga 100-200 gram beriladi. 100 kilo yemga. Shu vitabazadan. Endi hozir yana bir sababi bor. Mollarni haligi ko'pchilikda mollar yemay qo'yadi, keyin silyoslarni oshirib qo'yadi. Hozir uni ham ko'rsatib beramiz. Bugun ancha yomg'ir yog'ib shuning uchun mana bu yerda ancha loy bo'lib ketgan, suv bo'lib ketgan joylarimiz. Keyin bu yerdan pastda olib tushardik, aravani olib tushganimizda hozir loylik uchun, sikanaq bo'lgani uchun tepaga tayyorlayapmiz. Oramizda suv bor. O'tlarda ham suv bor. Shuning uchun mana somonni trabilkadan chiqarilgan. Mana ko'ryapsizlar. Trabilkadan chiqarib albatta 100% somonga silyosni aralashtirib beringlar, hurmatli obunachilar. Shunaqangi somonlarni chiqarish uchun trabilka, albatta trabilka olish kerak. Trabilka olishinglar uchun men hozir bitta video qo'yib beraman. Shunaqangi trabilkani qayerdan topsak bo'ladi? Koniga borganmiz, uni videosini qo'yib beramiz. Ancha arzon trabilka chiqarilgan. Videomizni o'sha trabilkani joyidan boshlaymiz. Bugungi video roligimiz Farg'ona viloyati Yazyovon tumanidan bo'ladi. Bu yerda Olmos brendi ostida universal trabilkalar chiqaryapti akamiz mana. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Salomatingiz yaxshimi? Yaxshimisiz aka? Yaxshimisiz? Charchamayapsizlarmi aka? Rahmat aka, Xudoga shukr. Aka, nima gaplar keyin? Nima yangiliklar qilyapsiz endi? Trabilkalarni aka chiqaryapmiz universaldan, xudo xolasa. Gap yo'q aka. Qo'llab-quvvatlab podishab tursa, narxida ham, sifatida ham chiroyli qilib dastlabkilari bilan yetkazib beramiz aka. Trabilkalarni bemalol aloqaga chiqishaveradi. Hozir asosan O'zbekiston bo'ylab polni, hamma viloyatga bor. Dastlabkamiz, Gap yo'q. Narxlarni hozir video davomida aytib o'tib ketamiz. Bu yerda 4 xil setkasi bor. Bu yerda mana bug'doy chiqariladi bunda. Bunisida ko'ryapsizlar, makkani dumbul, haligi mardagi bilan chiqaradi. Bu yerda qo'ybob. Bunisida molbob. Kattaroq chiqaradi bunda. Hozir polni setkasini ovorsa ham bo'ladi-yu, lekin mana setkalar qo'ysa ancha mayin chiqaradi. Ba'da chiqqan holati ham. Setkalar, mana shu setkalar ekan. Xildonga 2 xil hashakka bo'ladi. 4 xil setkasi bor. Bug'doyga, molbob, qo'ybob 4 xil bo'ladi. Bularni keyin olish ham oson, buni olib qo'yish. Setkasini bo'shatib, gaykalarni yechib yurilgan. Yoniga olib ko'rsataman, obunachilar uchun ko'rsatib bering. Mana shu holatda solinadi yana. Bo'laveradi aka. Ham ishlatsa, ular beradi.
Bo'ldi aka. Masofadan masofaga G'ildiraklari bemalol. g'ildiraklari bor. Yetalab. Motorlarni ham bir qator ko'rsatib qo'yinglar aka, yonbosh qo'ysa bo'ladimi? Ha. Yonboshdan. Hozir hurmatli obunachilar, motorlarni ko'rsatib beramiz. Motori 6,5 kW, 3,5 оборот. Motorda o'zida sama zashtasi bor. Tokni ko'rsatib turadigan voltmetri bor. Qo'shimcha himoya avtomat ham qo'yilgan. Ha, haligi mobodaligi biror narsa tiqilib qolsa, o'zi o'chadimi? Tokda korotki bo'lsa, tiqilib qolsa, albatta o'chadi. O'zini himoya qiladi. O'zini himoya qiladi ekan, hurmatli obunachilar. Hozir mana sekin. Setkasi qanaqa deyishadi? Nimasi? Pichog'i. Ha, pichog'ini ham ko'rsataylik aka. Pichog'i Mana hurmatli obunachilar, yaxshilab mahaviy bo'ladi. Quyma mahaviy. Pichoqlari двойной pichoqli bo'ladi. 22 ta pichoqli bo'ladi. Malatka o'ylari ham shu qalin segmentdan bo'ladi. Kalyonli pichoqlar qo'yilgan bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, shunaqangi pichoqlar qo'yilgan. 22 ta pichoq bo'ladi. 22 ta pichoqlik. Aha. Gap yo'q aka. Buni ham hozir fonni ishlatib ko'rsatamiz. Bularda asha boshqiraz, somon, 4 xil setkasini ham yana bir qator ko'rsatib beraylik aka. Mana 2 xil xashakka, 2 xil donga. Makkaga sotasi bilan, bug'doyga, mol boq, qo'y boq, o'sha 4 xil setkasi. Bo'ladi. Gap yo'q akalar. Bularni ishlatib chiqarib ko'rsatamiz. Hammasida hozir to'ralasini ham qo'yib qo'yilgan mana bu yerda. Mol bob, qo'y bob, bunisi yorma holatida. Bu yerda mana bug'doy chiqaramiz. Hozir hammasini ko'rsatib beramiz. Mana bug'doylar tayyor, makka tayyor. Bu yerda mosh piris, somon piris mana. Hozir hammasini iloji boricha ko'rsatib beramiz. Birinchi qaysidan boshlaymiz aka? Bunaqada bir oshdan o'sha somon, mosh piris shunaqa qilib ko'rsatib. Dastlabkilari qanaqa bo'ladi hozir? Dastlabki xizmatimiz O'zbekiston bo'yicha mavjud, yetkazib beramiz. Buni viloyatga hammasiga bor, ha? Sohalarga yetkazib beriladi. Hozir pullarini hozir olib borib ishlatib, tekshirib berishadi, keyin pul beriladi. Gap yo'q aka. Hozir ishlatib ko'rsatamiz, hurmatli obunachilar. Guvoh bo'lib turasizlar. Birinchi qaysidan boshlaymiz? Bunaqada somondan boshlab chiqarib beraveraylik. Bo'laveradi. Bo'ladi aka, bo'ladi. Mana hurmatli obunachilar, ko'ringlar. Molboq setkada chiqarilgan. Molboq setkada chiqarilgan. Ko'ryapsizlar. Shu holatda. Mana bu yerda. Endi mosh pirisni chiqaramiz aka bunda. Qo'yboq setkada. Albatta like bosish esdan chiqmasin hurmatli obunachilar. Bo'ladi aka, bo'ladi. Bo'ldi. Mana bu yerda mosh pirisimizni chiqardi. Qo'yboq setkasida. Qo'yboq setkasida, qo'yboq. Mana bu yerda yana bir narsa hurmatli obunachilar, bu narsalar quruq bo'lsa zo'r chiqaradi baribir. To'g'rimi aka? Ha, namlikda baribir setkasiga. Hozir qish kunida chuvalashib qoladi. To'g'ri. Hozirroqdan solsa chiqaraveradi. Akalar ko'ringlar. Bunaqangi holatda chiqardi mana. Endi aka makkani chiqarib beramiz, ha? Xudo xolasa. Makkamizni sotali makka ham bor, dondozi ham bor. Mana bu yerda. Qani? Aka boshladik, a? Bor. Ichida makkamiz bor mana.
Bitta ertaroq o'chirib qo'ydingizda? Ichida donlari chiqib olsa, keyin o'tirgan ya. Mana shu holatda mana. Ko'ryapsizlar. Yorma holat. Yorma holat. Atalarga, cho'jalarga shu Atalaqa bergan asosan shu zo'r. bersa, Ha, ko'ryapsizlar. sotali holat deysiz. Gap yo'q aka, endi bug'doy chiqarib ko'rsatamiz. Yana bitta narsa-da aka. Mana uni hozir chiqardim bu. Setkada yorma qilib. Buni bunga tashlab yuborsa ham bo'ladimi? Bo'ladi. Bug'doyni chiqaraylik birinchi. O bug'doyni chiqarishib ko'rsatamiz hozir. Mana shunaqangi holatda. Mana bu yerda ligirovkasi bo'ladi. Bo'ladi aka, bo'ladi. O'tishlar bo'ladi. Ana hurmatli obunachilar, shunaqangi holatda shakar kepay holatida. Ana bug'doy setkasini ko'rdinglar. Gap yo'q aka, o'zi ishlab chiqarasizlar buni, Ha, albatta. Bularda aka. Chetda Mana bu yerda qilamiz. ko'ryapsizlar. Suvarka apparatlar. Iloj bo'lsa hozir borib ko'rsatamiz uni ham. Aka, buni narxlariga kelishamiz endi siz bilan, a? Narxlarnimi? Albatta aka. Albatta qurol narxlari beramiz. Nech puldan aka endi? Ularni Alyuminligi. alyuminligini aka joyimizda 2.200 ming so'm beryapmiz. Aha. Misliga 300 ming qimmat bo'ladi, 2.500 ming beryapmiz ularni. Aka, obunachilarimga ozgina tushib berasiz endi. Oxirgi narxini ayting aka. Hop. Shu joyidami? Joyidagi narxmi? Joyidagi narxi. Aka, obunachilaringizga hop 50 ming o'tib bersam bo'ladimi aka? 2 million 150 ming qilib bersam bo'ladimi? Ya shuni 100 ming qilib beravering, 2 million 100 ming. Hop. Bo'ldi aka, qilib beramiz. Siz obunachilaringizga 2 million 100 ming 2 million 100 ming so'm alyuminligi. Joyida. Qilib beramiz. 6,5 kilovat, 3,5 ming obrotli bo'ladi. Misliga Misligi ham 6,5 kilovat, 3,5 ming obrot. Misligini ham 100 ming tushib beravering aka. Yaxshi bo'ladi xudo xolasa. Hop, misligi nima? Bo'ldi, 2 million 400 ming qilib beramiz. Alyuminliga 2 million 100 ming, misliga 2 million 400 ming qilib beramiz. Gap yo'q aka. Bemalol Misol- aloqaga chiqishaveradi. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar, kelishilgan holatda. Dastavkalari qanaqa bo'ladi aka endi? Hop, dastavkalari, hop, mashinalarimiz bor. Uylarga olib borib ishlatib, tekshirib berishadi, keyin pul berishadi. Vodiy bo'ylab 100 ming so'm qo'shilib qoladi. Vodiy bo'lib 100 ming so'm 100 ming dastavkasiga. qo'shilib qoladi. Endi tog'dagi Toshkentga, voha taraflarga kelishilgan holda. Unaqa ko'p qo'shilmaydi. Gap yo'q. Aka, iloji bo'lsa yangilar 5 ta kelsa, yana ham ozgina yo'l qilib berasizmi yo Hop. 5 ta obunachiga? Bo'ldi. Birinchi 5 taga. Birinchi 5 ta odam olgan odamga aka 2 milliondan qilib beramiz. Faqat 5 taga xolos. Gap yo'q aka. 2 milliondan qilib beramiz. Misliga o'sha 2 million 300 ming bo'ladi. Ha, bo'ldi Bemalol aka. aloqaga chiqishaveradi. Gap yo'q, zo'r bo'ldi aka, narxlar xudo xolasa. Ko'rdinglar, chiqarib ko'rsatdik. Shunaqangi holatda. Universal bo'l, quruq. Endi buni garantiyalari qanaqa aka? Xo'p, garantiyalari motoriga 2 oy garantiya beriladi. Ha, motoriga kuzovi, pichoqlariga 6 oy garantiya beriladi. Motorda o'zida zashtasi bor, himoyasi bor. Qo'shimcha himoya avtomatdan qo'yiladi. gap yo'q. Pichoqlari, nimalari o'sha aytganimizdek, ko'rsatganimizdek mahallaga terilgan bo'ladi. 22 ta pichoqli bo'ladi, двойной bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqishaveradi. 2 talik bo'lar ekan-da aka. Malatka o'ylariga ham o'sha pichoq qo'yiladi. Ko'pchilik motoriga garantiya bermaysiz, siz garantiya beryapsiz. Ozgina qimmatroq. Endi arzonroq deydiganlarga Yana ham arzoni bormi? Kichikroq variantda drabikamiz bor. Bularni joyimizda 1 million 700 ming beramiz. 3 kilovat
3000 оборот motor bilan jihozlangan bo'ladi. Pichoqlari 16 talik bo'ladi. Bo'ldi. Pichoqlari ozroq bo'ladi, motori kichikroq bo'ladi. Buni zakazga tayyorlab berasizmi? Hozir tayyorlashga o'xshayapti-yu bu. Ha, bu zakazga tayyorlanadi. Tayyorlanayotgan joyida hozir tayyorini olib ketib qolishdi. Ha. Tayyorlanayotgan joyida ko'rsatib o'tinglar deb turib ko'rsating. Bo'ldi. Yetkazib beramiz. Gap yo'q aka. Bu ko'pincha nima bo'lmaydi? Turmaydi. Mana ularga o'xshab buni puli arzonroq uchun ketib qoladi. Ha, bo'ldi. Aka bundan misol hozir bu yerda nechta 7 tamikan bor ekan. Yana bormi? Ya, dravilkamiz xudo xolasa yetkazib beramiz, bor. Endi marta tuman har xil nam havoga kraskasi boshqasi o'zgarmasligi uchun podvalga joyimizga olib tushib qo'yganmiz. O'sha yerga ham boramizmi? Ko'rsatamizni? Ha, olib tushib bemalol. Mana hozir podvalga ham tushamiz. Podvalda o'ta ko'p deyapti, hozir ko'ramizda. Bismillahirrohmanirrohim. Oho, aka zo'ru. Mana shu zakaz qilishaveradi. Olmos brendi. Ha. Olmaydi. O'sha 1 kundan 3 kungacha joyga qarab turib yetkazib beriladi. Bu yerda ko'p ekan. Endi bu tomonini ko'rsatamiz. Oho, ancha ko'p ekanda aka. Ha, aka, xudo xolasa zakaz qilishaveradi, kutib qolinmaydi. Gap yo'q akalar. Shunaqangi universal drabikalar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Ustakamiz o'zlari yasab yetkazib berishadi. Mana bu yerda ko'p. Assortiment ko'p. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aka, rahmat sizga ham. Aka, salomat bo'ling. Rahmat sizga.